İpek yolidagi savdo tuguni. Har yili 5 million sayohatchini kutib oladigan sehrli shahar Turpan. 500 yillik tarixga ega qadimiy savdo bozori. Almisoqdan tortib savdo karvonlari to'plashib tijorat qilgan qaynoq bozor. Xinjiangning cho'ng shaharlaridagi koni bozorlarning hammasi yangilanib, allaqachon tijorat boshlanib bo'ldi. Makon madaniyat savdo shaharchisi eng oxirgi koni bozor bo'lgan Turpan Shinto bozorida qad ko'tardi. Hozir do'konlar jiddiy setilyapti. Fursat saqlab turmaydi. Jiddiy harakatlaning. Bozorning obod bo'lmasligidan ansirishingiz hojatsiz. Endi men Turpan xalqiga qarta buningki endi mening qalbimda bir xil hurmatim bor. Turpan xalqi endi bizning Turpanda do'stlarimiz bor. Biz azaldan burun mush Turpanga mablag' silishdan burun Turpan kelgan. Endi shu Turpanda bir xil mushu mehmondo'st. Intayin bir mehmondo'st, do'stlikni qadrlaydigan, intayin bir vafodorlikni olgan bir xil mush jamoatchilik. Endi bizning do'stlarimiz mana shunday do'stlar. Endi mushundaq bir isloh menda bo'lgan. Endi biz Turpandagi barliq korxonchi, tijoratchi do'stlar, endi biz Turpandan qanday foydalanamiz degan chog'da, endi mana bu korxonchi bo'lish sifatim bilan mening his qilganlarimni endi sizga bir Turpanda asosliq savdo tijorat buningdan keyingi butun hozir Jungoda, mush mamlakat ichida yoki bizningki shu Xinjiang doiramizda iqtisodning chekilishi intayin eg'ir bo'lyapti. Endi hozirgi shu to'r savdosi zamonaviy shu savdo industriyasining ko'plab chiqishi orqasida hozirgi shu barliq an'anaviy tijorat yoki shu davlat ichidagi barliq tijoratlarga intayin bir zarbasi bo'lyapti. Endi bu 2016-yildan boshlab mush davlatning asosli iqtisodiy aslash surati bo'lyapti. Endi mushu 2015-yildagi ba'zan sansifirlarga qaragan chog'da hozir mushu butun Xinjiangda hamma yana iqtisodiy chekinish holati bo'lsa, Turpanningki mushu sayohatchiligi yana ish nuqsasi bo'lyapti. Bu ish nuqsasi deganimiz asosan hozirda mush Urumchidan ko'rilib kelgan tiz poyezdningki kelishi. Endi bu tiz poyezdningki ishga ulanishi. Hozir endi Qinghaydan, masalan Qinghayda hozir mushu 10-20 million mushu sanjatdan musulmon qarindoshlarimiz bor. Endi ashular hozir Turpanga sayohat kelsa 8 soat kela oladigan Urumchidagi barliq mushu sayohatchilar tiz poyezd orqali 50 minutda mushu Turpan diyoriga tusha oladigan bir alaydilik ega. Endi Turpanningki mushuna qadimiyligi, sirliqligi hozir butun Xinjiangdagi az sonliq millatlarga har yili cho'qim bir Turpan kelib bir pul qashlaydigan, Turpan kelib bir sayohat qilishni o'ylaydigan bir alaydilik ega. Endi bu alaydilik hozir hech qanday Xinjiangdagi har qanday bir shahar bu alaydilik bo'lmagan. Bu sehri kuch orqali bunday odamlarni yig'ib hozir nurg'un yangi shaharlar, masalan bizning Ko'rli shahar, nurg'un yangi shaharlar qurilgan, ham nurg'un sayohat aslarlari to'liq bo'lsa-mu, lekin yana butun dunyo va butun Jungodagi barliq shu sayohatchilarningki ham Xinjiang ichidagimi barliq shu biz o'zimizning qarindoshlarning shu Turpanni asos qilib sayohat qilish, Turpanga bo'lgan qiziqish, ham shu bir sirliq makonninki butun dunyo xalqini taqib aytayotganligi bizningki Turpandagi buningdan keyingi taraqqiyot yo'llanishimiz deb qarayman. Endi bu hozir hamma shaharlar hozir qanday bo'lyapti desa, hamma shaharlar mushu kelgan sayohatchilarni tanishyapti. Amal qilib o'zining shahriga boshlash, o'zining shahrida iste'mol qilishni o'ziga mushuni asos qilyapti. Endi buningdan keyingi Turpanda asosli mushu milliy korxonchilar va tijoratchilarningki buningdan keyingi mushu mulozimat tipidagi savdolarga ahamiyat berishi,
Muşu mülazimet tipideki soğudularına nispeten meyli muşu tamak türü, meyli mihmanxana, meyli muşu barlıq mülazimet tipideki soğudu türlerine ehmiyet veriş, muşnundaki yüzündeki yeni soğudu endisi ve yeniliklerini kubul kılış, menimce muşu Turpandaki bunun ilgili Turpanın stratejisi asasında bu seyahatçiliğin asas kılgan oldu. Bu aslında asas hem de bunun ilgili barlıq ticaretçilerinki olsun muşu cihette, muşu seyahatçilik cihette köpürek oylaşı hem bunun kılganmış annevi yüzündeki annevi katkan soğudu türleri yaki muşunki Muşu mülazimet süptini yukarı götürüşünü men çinkonluğumdan ümit kılaman. Men çinkonluğumdan ümit kılaman. Hem de hazırki yana muşu bolsa muşu elektronik soda, yeni soda endisi arkalı Turpan halkınınki köpürek muşcihette oyun işini muşu neçe milyon halk muşayga kelgan chaqda chuqur Turpanga pul qashligilik kelgan xalq bo'lgandan keyin mush xalqninki oldiq kelgan xaridorni qanday tutib qilish mush orqali qanday qilib bir iqtisodni yaxshilashi jihatda mush jihatda ko'proq o'ylanishini men tavsiya qilaman. Mening tavsiyam. Endi men ikkinchi Turpan deskalarim bo'lsa, men Turpan deskalarim Turpan hamda shu rayonimiz yoki butun mamlakatimiz bo'yicha nihoyat issiq yer. Yoz vaqti intayin issiq. Endi men Turpan kelib deskalarim 70 graduslik issiqlardima onalarimizning ro'za tutayotgan holatlari, masalan, qaysarligi. Mushu 70 graduslik issiqdima Muşu Turpan xalqining bir xil xo'shal quram yura oladiganini, ham mushaydan bir xil huzur ola oladiganligi, ham mushayadagi ba'zan muhitlarni ko'rgan chaqda men o'zimga nisbatan bir xil mushu Turpan xalqidan o'g'inish. Mushunda tabiiy sharoit, mushunda o't yurtdima, yana mushunda bir qaysar yashayotgan bizning xalqimizningki mushu ishlarni ko'rgandan keyin mening mushu korxonadagi ba'zan tatgan qiyinchiliklar yoki o'zimningki ba'zan shaxsiy turmushidagi qiyinchiliklar deki zarbarni o'ylagandan keyin men mushu yerda endi nurg'un ilhom olgan. Endi Turpan xalqininki buningdan keyinki endi o'zininki mushu yurt hamda mushu yurt mayli Ediqot Uyg'ur xonadonligininki eng gullangan davrlardan tortib hozirgi mush tarixlardagi eng bir qadimiy ham sirliq bir yurtda men nurg'un boshqa yurtlardan va boshqa yerlardan ololmagan nurg'un ilhomlarni mush yurtdan olgan. Endi mush yurtdagi barliq qarindoshlarimga deydiğim hem hazırki muşu bütün Uygur karxançılığı yani muşu bütün Cungo karxançılığı deydiğim hazırki nispeten hem de biz hazırki en kem bu vaktini hazır bizdeki iktisadınki çüp gitişi yani bizdeki ahvalımızın açar bop kaliş emas hem yüzümüzün işenisininki intayın kam bu vatkalığı barlık hem de müşahede oldurış asasında men fakat Muşu Turpan xalqi deyish orqali barliq milliy karxanchiligim deb qo'yilgan gapim hozirgi eng muhim masala mushu ishonch masalasiningki intayin tuvan bo'lishi, mushu bizningki iqtisodning chekinishi yoki mushu o'zimizningki nurg'un sharoitlarning o'zgartishiga nisbatan intayin bir egri holat shakllanyotdi. Buningdan keyin men barliq qarindoshlarimga aytganim, o'zimizga ishonsak, o'zimizni o'zgartsak bo'lsa Turpan xalqidan biz o'rgansak, mushunda qaysarlikni o'rgansak deyish orzularim bor. Endi bizni eng muhimi shu bizni qo'llab bergan, mushada biz bilan birga menayotgan bizningki nurg'un mushu shirkatdagi qarindoshlarimiz va qo'shnilarimiz va endi mushada biz doim turpalamadik. Endi bizning yana bir deb qo'ygan ishimiz ras. Biz mush Turpan makan savdo shaharchisining 4-qavatini mush tamoq ko'chasi qilib mush 4-qavatini tamoq ko'chasi qilishni loyiq. Bu
qulaylashdagi maqsadimiz nima desam, shu Turpanda ish kutib turgan oliy maktab o'quvchilari bo'lib kelib qolsa, biz shu Rambaq shirkati bilan deyish orqali shu barliq buningdan keyingi shu oshxona etishninki barliq halqalari shu oshxonani zinnatlashdan tortib barliq ich bo'lgan chaqchiq bo'lgan barliq mulozimatini yana biz qilgan bo'lgan Zulfiqar bugun shu ishkirdi bo'lib qilish sababi bilan kelolmay bo'lsa shu gapni bir shu yig'inda Turpan xalqiga bir o'tirib qo'ysang barliq ish kutib turgan yoshlar yoki egrik tutmoqchi bo'lgan yoshlarningki shu biz bilan ko'rishib bizningki barliq tarbiyalash halqalari oshxonani shu boshlashdan burun shu bezashdan burun etishga bo'lgan halqalarning hammasida biz mulozimat qilmoqchi hamda men shu munosabat bilan yana shu mening shirkatimda shu izchil jabo tortayotgan mening qo'shnilarimga jabo tortganlar yana ko'proq tirishishinglarni ham yengillik yaratishinglarni texnik jonliq bo'lishinglarni texnik bir yaxshi mulozimat qilishinglarni umid qilmoqchi. Bizningki bu munbirimiz to'xtab qolmaydi. Har bir oyda bir qatim o'tkazmoqchi. Endi biz shu Turpandagi barliq egillik tiklayotgan tijorat qilg'isi bor. Shu yuzni o'zgartirishga tirishishga, o'zligini o'zgartirishga o'yli bor odamlar bo'lsa, biz bilan ko'rishishni, bizning faoliyatlarimizga qatnashishni, bizdan maslahat so'rashishni, bizning shu Turpanda shu milliy korxonachilikning boshlamchi bo'lish sifatimiz bilan Turpandagi mas'uliyatimizni ustimizga olamiz bor. Shu gapni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Rahmat. Agar Turpanni so'ymasang, sen Turpanni o'zingni turpanliq deyma. Agar Turpanning gul giyohini, daraxtini, uzumini ishonmasang, sen o'zingni turpanliq deyma. Agar kim gul giyohini, daraxtini, Turpanni iqtisodni qurib degan, men shuni qurtmay kadrlar olib qo'yish dedi. Bu Turpandagi buni keyingi taraqqiyotda korxonalar uchun nihoyat yaxshi ko'rsatmalar borligini bildirdi. Bu nuqtaga olganda o'sha yeshin o'yimli taraqqiyot shirkatining Turpan mablag' Mishel o'rtog'i Turpanlik xizmatiga intayin zo'r bir fursat. Bu nuqtadan Muhammad Jabadimga yana bir ko'p rahmat. Tashakkur. Endi ishimizni boshlab ketsak, oldi bilan to'lg'an ziyoli Dağlık obzorchi, ma'rif tadqiqotchisi Yolg'on Ro'z apandini biz korxonachilik ruhiga nima uchun muhtoj degan temada leksiyalarda ishtirok etayli. Qani qiziq qarshılaylik. Assalomu alaykum. Bugungi o'sha leksiyaga qadam tashrif qilgan barliq do'stlar, bugun biz Yeshin o'yimlik taraqqiyot shirkatining taklifi bilan Turpanda bir maydon leksiya so'zligiga keldik. Ben sözlediğim leksiyanın mavzusunu baydadı. Biz nima uchun korxona ro'yiga muhtojdik? Biz ma'rif ro'yi deb anglagan. Ma'rif ro'yi ko'p tashkil qilingancha bu bizga nisbatan bir to'lish tushuncha bo'lib qolgan. Korxona ro'yi deganda hozir korxona ro'yi degan gapmi yangidan o'tirg'i chiqyapti, yangidan biz uchun yangi uqum sifatida to'nilyapti. Korxona ro'yi degan bu gapning barliq kelishiga nima sabab bo'ldi deganda taraqqiyotning surati sabab bo'ldi. 21-asrga qadam qo'ygandan keyin Abdum rayonimizda korxonachilar kayni-kaynidan bosh ko'tarib chiqdi, zavodlar qurildi, shirkatlar qurildi. Shundan Uyg'ur jamiyati yangi bir davrga, ya'ni korxonachilik davriga qadam qo'ydi. Hozir nagili borsangiz korxonachilar haqidagi hikoyalarni anglaysiz, korxonachilarni uchrashsiz, ularning mahsulotlarini kishilarninki mashhurligini bildirdi. Demak, ya'ni shu yurtga, shu rayonga mashhur shaxslari bir iftixor keladi, bir natija keladi va jalb qilish kuchini shakllantirdi. Uchinchisi mashhur mahsulotlar. Mashhur mahsulot degan bizga nisbatan bugungi kunda bak tanishib ketdi. Mayli sizlar minayotgan turli markalar avtomobillar bo'lsin, taqovatgan soatlaringlar bo'lsin, yoki kiyayotgan kiyiminglar bo'lsin, ishlatayotgan telefonlaringlar bo'lsin, mushlarning hammasining o'ziga xos markalari bor. Qaysi markadagi mahsulotning tanliq ekanligini biz qilib bilib ketdik.
Hatta o mahsulotninki qaysi davlatdan chiqadiganligini ham hali bilib ketdik. Demak, shu davlat, shu millatlarni bizga bildirayotgan narsa nima deganda, shu dangliq markalarning kuchi. Demak, bir rayonni, bir xalqni, bir yurtni mashhur qiladigan narsa mana shu 3 turlik narsa. Unda bo'lsa, Turpanda shu 3 turlik yurtqa, xalqqa iftixor etib keladigan, mashhur qiladigan narsa yetarlikmi, yana muayyan darajada bormi, yo'qmi deganda, mashhur joylarninki borligiga biz ko'z yumolmaymiz. Ham Abdum rayoni bo'yicha oldin o'rinda turdi deyamiz. Mashhur shaxslar bormi deganda, Turpandan talant xodimlar ko'p chiqqan. Bo'lib shu 100 yilni birlik qilib nazar oldiradigan bo'lsa, Maqsud Mo'yitila, Abduxoliq Uyg'ur, Toyirbek va uningdan keyingi ko'plagan turli soha bo'yicha talant egallari Abdum rayonimizning har qaysi rayon tarmoqlarida ishlayotgan tantarbiya cho'lponlari, doktorlar, ma'rifchilar, yozuvchilar, mushlarning hammasi Turpan xalqi uchun aytganda shon-sharaf olib kelgan mashhur shaxslar. Endi Turpanga simvol bo'la oladigan mashhur shaxs kim o desa, menimcha ikki odam. Men shu ikkalarni Turpan degan gap bilan almash so'z sifatida ishlatgan bo'ladi ismini. Uning birisi Maqsud Mo'yiti, yana birisi Abduxoliq Uyg'ur deb aytalaman. Demak, shu 100 yil ichida bularning sham-shuhratini yangilayolgidek, bularni bespushkidek yoki bularga nisbatan jangilarlik qilaligidek 3-chi yoki 4-chi, 5-chi mashhur shaxslar taxbarlik keladi. İpek yolidagi savdo tuguni. Har yili 5 million sayohatchini kutib oladigan sehrli shahar Turpan. 500 yillik tarixga shaharlar silishtirganda oldin o'rin turdi bir afzalligiga. Yana bir narsa nima deganda, bir yurtni, bir rayonni, bir millatni mashhur qiladigan ikkinchi bir narsa mashhur shaxslar. Cho'qim shu xalqninki mashhur o'g'lonlari, mashhur shaxslar bo'lishi kerak. Başqalar tonigan, başqalar hurmatlaydigan, başqalar qoyillik bildiradigan shunday mashhur odamlar bo'lishi kerak. Shunday mashhur odamlar bo'lmasa, bu yurtning odamlarininki talanti e'tirof qilinmaydi, ulardan o'tkir odamlarninki chiqishiga kishilar umid bilan qaramaydi. Demak, ma'lum bir rayon, ma'lum bir yurtdan o'tkir, ta'sir kuchga ega, boshlamchilik ro'yiga ega odamlarning vujudga chiqishi hem başkalarının bunun qoyilliginin şekillenishi şu kişilerinki mashhurligini bildiradi. Demek yani şu yurtga, şu rayonga mashhur shaxslari bir iftixor ekiladi, bir natija ekiladi ve jalb qilish kuchini shakllantiradi. Üçüncüsü mashhur mahsulotlar. Mashhur mahsulot degan bizga nisbatan bugungi kunda bek tanishib ketdi. Mayli sizlar minayotgan turli markalar avtomobillar bo'lsin, taqavatgan saatlarınlar bo'lsin, yoki kiyayotgan kiyiminglar bo'lsin, ishlatayotgan telefonlaringlar bo'lsin, mushlarning hammasining o'ziga xos markalari bor. Qaysi markadagi mahsulotning tanliq ekanligini biz hali bilib ketdik. Hatto u mahsulotninki qaysi davlatdan chiqadiganligini ham hali bilib ketdik. Demak, shu davlat, shu millatlarni bizga bildirayotgan narsa nima deganda, shu dangliq markalarning kuchi. Demak, bir rayonni, bir xalqni, bir yurtni mashhur qiladigan narsa mana shu 3 turlik narsa. Unda bo'lsa, Turpanda shu 3 turlik yurtqa, xalqqa iftixor etib keladigan, mashhur qiladigan narsa yetarlikmi, yana muayyan darajada bormi, yo'qmi deganda, mashhur joylarninki borligiga biz ko'z yumolmaymiz. Ham Abdum rayoni bo'yicha oldin o'rinda turdi deyamiz. Mashhur shaxslar bormi deganda, Turpandan talant xodimlar ko'p chiqqan. Bo'lib shu 100 yilni birlik qilib nazar oldiradigan bo'lsa, Maqsud Mo'yitila, Abduxoliq Uyg'ur, Toyirbek va uningdan keyingi ko'plagan turli soha bo'yicha talant egallari Abdum rayonimizning har qaysi rayon tarmoqlarida ishlayotgan tantarbiya cho'lponlari, doktorlar, ma'rifchilar, yozuvchilar, mushlarning hammasi Turpan xalqi uchun aytganda shon-sharaf olib kelgan mashhur shaxslar. Endi Turpanga simvol bo'la oladigan mashhur shaxs kim o desa, menimcha ikki odam. Men shu ikkalarni Turpan degan gap bilan almash so'z sifatida ishlatgan bo'ladi ismini. Uning birisi Maqsud Mo'yiti, yana birisi Abduxoliq Uyg'ur deb aytalaman. Demak, shu 100 yil ichida bularning sham-shuhratini yangilayolgidek, bularni bespushkidek yoki bularga nisbatan jangilarlik qilaligidek 3-chi yoki 4-chi, 5-chi mashhur shaxslar taxbarlik keladi.
İpek yolidagi savdo tuguni. Har yili 5 million sayohatchini kutib oladigan sehrli shahar Turpan. 500 yillik tarixga